Davlat kadastrlar palatasi raisining tashabbusi bilan Ohangaron tuman filialiga zamonaviy talab darajasidagi arxiv saqlov xonalarini bizga qurib topshirishdi. Bu stelajlarda hozirgi kunda ichida 18.858 ta yakka tartibdagi turar joy obyektlari hamda ko'p qavatli uy-joylarga tegishli bo'lgan 3662 ta obyektga tegishli bo'lgan hujjatlari, 2932 ta bo'lgan turar joy obyektlarimizning kadastr hujjatlari saqlanib kelinmoqda. Davlat kadastrlari palatasi Toshkent viloyati Ohangaron tumani filiali arxiv hujjatlarini saqlov xonasida ishlar Davlat kadastrlari palatasi raisining tegishli buyruqlari hamda tegishli vazirlar mahkamasining qarorlari asosida olib borilmoqda.